Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен boks жаңалықтар videoni басамас turib arnaga kirib videoga like bosuvni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizda bo'ladi. Istanbul Alimxanulu Alim chempionimen ayqashuga chaqirdi. Ring Zeng Friends akkaunti o'rta salmoqda IBF және WBO chempioni Janibek Alimxanulu men WBS titulini ye Dominikalik Carlos Adames arasidagi ehtimoliy jekpejek turali fikr bildirdi deb yozadi. Ring Zeng Friends bu fikrda Bruch Boxing jarayonlamini qatsdi yozdi. Onda iki chempion arasındagi titullik кездесу 2025-yilning tamizida o'tishi mumkin ekanini xabarlagan edi. Ma'gan baribir. Istanbul jigitim Twitterda boz ayqasdan qajeti yo'q deb yozibdi Ring Sense. Janibek Alimxanulu so'nggi rayt ringga 5-savr kuni Ostonada chiqdi. Ol kezde Qozog'istonlik bokschi Fransiyalik Manuel Messini 5-raundda nokautga sirib, o'z sheberligini tag'i bir dalildagan edi. Al Carlos Adames o'z titulini 22-aqbanda qo'rg'adi. Ol Britaniyalik Hamza Shiraz bilan judoqtasib, ten tushdi. Oslay Carlos chempionlik belbog'ini saqlab qoldi. Sizlarmen boks жаңалықтар bo'ldi. Arnaga kirib videoga like bosishni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizda bo'ladi.